Keşe bir kelin kepti. Ustaz talak kay vaqtda beriladi dedi. Ana oturgan dana bir. Talakta qalagan vaqtda qo'ya beradi dedi. Biroq bu talak Allohning oldida halal bo'lgani bilan Allohga eng ashuli amal bo'ladi. Talak qo'yish uchun adam sabr qiladi birinchi. Mağan kuyum talak qo'yish berdi. Biroq endi ashulani aytdi qo'y endi deydi. Hech narsa etmaydigan шығар deydi. Bu dana qo'y, o dana. Bu qatın bormi? O'zi aytdi, o'zi fatvo chiqarib o'tirdi bu yog'idan. Endi ashulani aytib qo'y, ishlangan. Men aytdim, yo'q bo'lmaydi deb o'tirdim. Sen onu sol talak aytatan darajaga apargan chiqarsin deb o'tirman da. Sizem aytadi, endi bilmayman qo'y dedi. Qizimning qo'lim pichoq kesib ketib edi. Oğan telefondan xabarlasam, hozir kelaman, men жұмыстарым бар edi, hozir kelaman deb kelmay ketdi 2-3 soat. Odan keyin men tag'in zvondagana, men sabr qilsam, men жұмыстан жүрмін degan edi. Eshak qo'ling, qizingning qo'li pichoq kesib ketdi desem de qaramay жатсын, sen qanday eshaksan deb aytib berdi. Men aytdim, "Ol yaxshi ham sаған 3 talaq berib, sаған 1000 talaq beru kerak qo'y" dedim da 1000 talaq. Sen o'sha baydın ko'zin ko'rsatma kerak qo'y baydın. Astagfirullah. Kuyovini eshak deydigan ayollar bor-da, buni qarangizda. Neden kelib chiqyapti? Ashudan kelib chiqyapti. Sebebi sabr qilib, bu Rahmandan, asg'u shaytondan da. Ya'ni sabr qilib bu Rahmandan. Har qaysimiz sabrli bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Har qaysimiz. Jalg'iz g'ana ayollar g'ana emas, biz de sabrli qilishimiz kerak. Namoz o'qidigan ham o'qimadi, o'ramal taqdiga ham taqmadi. Bara 3 talaq, yo'q, 3 talaq yutib qo'yilmaydi. Endi beshara endi onun kuyovida mengzeng bo'lib yurdi endi. Endi ashu men aytib qo'ydim qo'y deb o'tirdi. Mana bizning saboqlarimizning foydalisi ne uchun? Biz o'sha hukmlarni bilib olishimiz uchun da ko'proq. Qay vaqtda ashulanu kerak, qay vaqtda sabrli qilish kerak. Mo'min musulmondan barli vaqtda sabrli qilish kerak.